Ergash aka, yangi daftarcha qanday rasmlari bilan? O'zing yangi daftar tutib oldingmi? Sizga qulayroq bo'lsin dedim-da. Xo'p, nima yozay? Shu daftarni yozing, buni ham sizdan oldim, orqa tarafdan. Daftarni ham mendan oldingmi? Jonga tegdi qarzlaring, katta bo'lasan. Ergash aka, menga ham zarilmi? Har kuni sizdan sarg'ayib qarz so'rash. O'zimga emas, jiyaningizga so'ramoqchi edim. Ha, jiyanga bo'lsa mayli gapir. Kasha yozing. Kasha yozdim. Aroq yozing. Aroq, endi aroq jiyanga bo'lmasa kerak. Badaniga surtamiz, issig'i chiqyapti aka. Xo'p, keyinchi? Sho'rbodring ham yozing. Shu sho'rbodringda hozir. Bo'ldi, semichka yozing bo'ldi aka. Onangni men xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Bitta televizor bo'lsa, bir kishi serial ko'raman deydi, bir kishi futbol ko'raman deydi. Futbolni menikiga chiqib ko'rsa ham bo'ladi-ku. Uyalaman-da, endi xotinim senikiga chiqib futbol ko'rmaydi-yu. Xotining futbol ko'radi. Qanday, darmaydi? Ana sher keldi. Ha, Choponingni berib tur, kechga uchrashuvmi? bo'ldi, muammo yo'q, jo'ra. Voy, mana shu choponni kim o'ylagan bo'lsa hamchi, zo'r o'ylab topganda. Bironta kattaroq ishda ishlayotgan o'ylab topganda, orqani yopib yurish kerak-ku. Shitni oldi bekor turibmiz-da. Nimaga? Bizda ham video chiqib ketmasin. Ko'rdinglarmi? Messi 6 yil degandan Camp Nouga uyga qaytib keldi. Sindoshim Nargizga o'xshayganda. Nimaga? U ham har ikki kunda uyga qaytib keladi. Kecha molda ichibsiz, ichkilik yaxshi emas oshnalar. Lekin yaxshi emas, ichkilik yaxshi emas. Achchiq ekan, yutumi ham boshqacha, yo'qmi? Senga ham bildimi? Ha, undan oldin olib kelganing zo'r edi. Endi ashnab kelaman. Bo'l, o'shani olib kel. Bu yangilikni qaranglar. Andijon viloyati Marhamat tumanida Tristar kompaniyasining asoschisi bor ekan, Shohruh Abdusamiy degan aka. Shu biznesmen aka ikki xonali uyni shunday berib yuboryapti ekan. Shohruh Abdusamiy Instagram profiliga podpiska bo'lasan. 29-noyabr kuni Marhamat tumani shaxmat maktabi yonida katta konsert bo'ladi. Mana shu konsertda podpiska bo'lganlar orasidan 7 kishi, konsertga kelganlarning ichidan 3 kishi, общий 10 kishi tanlanib, ichidan bittasiga uyni ber ekan. Qolganlarga ham boshqa sovg'alar ham ko'p ekan. Yo'q-a? Yulduzli mehmonlarga qara, Malika Ravshanova, bu mening onam va Izzat Shukurov kelar ekan. 29-noyabr marhamatga ketdik. Ketdik, men yozib qo'yaman, boshqa g'iybat olmaymiz. Ana komi bor-ku, kecha kechqurun Lasitida keldi. Bugun trekerda ketdi u. Onasini hamsin bo'ldi-da. Erkak kishimiz har kuni g'iybatmi? Shoh chiqardim g'iybat qilaverib. Qudratlarni qara, limonlarni qo'yib qo'yib, biznes do'konlarda big'illatib yotibdi. Bilaman qanday olganini ular, kreditga olgan, orqasidan bankdagilar yugurib yuribdi. Men ham o'ylab yuribman, G'ofir aka bor, bunga kafil bo'lgan ekan, uyga kelib janjal qilib yotdi. Oxiri voy. Bo'lmasa